Assalomu alaykum hurmatli Mebel 847 Just kanali a'zolari va yangi kelgan mehmonlar. Quyidagi buyurtmamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, xo'p, shifoxonaga tayyorladik, ya'ni больницаga. 6 ta eshikdan iborat, eshikchalardan iborat bo'lgan shkaf. PVX qilinadi 2 mmlik platiniy laminatdan ishlov berdik. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu hozirgi ichki holati, pastki holati eng pastidagisi ochiq bo'ladi va ustidagi 3 qator polkada 2 ta eshikdan jami 6 ta eshik tayyorlanadi. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Razmerlariga, o'lchamlariga keladigan bo'lsa, 70 ga 1.80. 72 ga. Yonlari ham PVX, mana ko'rishinglar mumkin. Mana pastlari ham PVX. Mana endi 6 ta eshiklik holati. Xo'p, 6 ta ruchkamiz bor. Ruchkani ataylabdan kichkina ruchka oldik, chunki eshiklarimiz kichkina. Ishlatishga qulay bo'lishi uchun va pastki tomonni ko'rsak ochiq. Xo'p, buni ozgina chalasi bor, ya'ni qulf o'rnatamiz. Bu esa shanrimiz dabotchiklik shanr bo'ladi. Bu ana eshiklari ham 2 mmlik PVX. Dabotchiklik shanr. O'zi sekin tortib ketadi. Ana. O'lchami o'sha 72 ga 1.80. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq bo'lgan turli xil buyurtmalar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qo'yamiz.